hasadxo'r, ko'rilmas, ikki yuzlimchi kishilar sababidan bu ummatga kelgan musibatlar oz emas. Shu sababdan bu kishilar haqida yozilgan ushbu she'rimni kam musulmon qarindoshlarimga taqdim qilaman. Zamonamiz aqlin ongi past juda. Demadik biz davlat shahar qurib ber. Yoki jihad maydonida o'lib ber. Yo demaymiz bizga igil salom qil. Yoki qahqah xushomadga kulib ber. Deymiz faqat ay ko'ralmas umid shu. Hech bo'lmasa ko'zing yumib turib ber. Shuncha qonlar to'kildi o so'zingdan. Ko'rinmaydi mehri vafo ko'zingdan. Ya o'tmaysan rozi bo'lib yuzingdan. Hech musulmon hurmat ko'rmas yuzingdan. Bas qil yantoq ungan bo'lsa izingdan. Endi birdan ko'zing yumib turib ber. Ummat uchun ko'ygan o'yg'oq qalblar, din dardida pora bo'lgan g'iriblar, bosh ko'tarsin rijol erkak yigitlar, qoymoqmisin Xolid ibn Validlar, yiqtilsin shayton ahli saliblar, ay ko'ralmas ko'zing yumib turiblar. Nomardlar shodlanar mard nomini o't katsimi yuragingga chidolmay, to'lg'an sanmu qarbitimda yotolmay, o'tmas mato tuhmatimda satolmay, qolgan bo'lsang uni kimga ortolmay, harg'on bo'lsang bu yuklarni tortolmay, qilmay hasad ko'zing yumib turibdi. Qilmasanmi mayli bizga yaxshilik, mayli bizga bo'lmasimi mo'lchilik, qilma mayli bu dinimiz qulchilik, ranjimaymiz qilolmasan o'z qilib, kerak bizga tavhid birlik tinchlik. Shuni jimjit ko'zing yumib turibdi. Qalbimizga kulmasanmi kulmagin, satlarga ham turmasanmi turmagin, qarindoshlar so'ymasanmi so'ymagin, mayli ummat g'amlarida ko'ymagin, o'lim kelsin mayli yasho o'lmagin, xo'sh bo'laydi ko'zing yumib turibdi. Zamonamiz aqlin ongi past juda, balki bunga sabab harom luqmalar.